Akajon bitta yaxshi shansini, jackpotni qo'ldan boy bermang. Assalomu alaykum. Zo'r shaharning markazidan, bulvar kvartaldan sizga 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Remontlarga alohida ahamiyat berilgan, dizaynerskiy ishlovlarga ham alohida ahamiyat berib qo'yilgan. Zal qismida turibmiz. Zalimiz ham ancha kattagina, xonalari raskoshniy. Asosiy eshiklardan kirganimiz bilan razdelniy sanuzel, TV zonasi, bu yoqda hol, mягкий mebel o'rnatib qo'yilgan, televizorlari, kvartiramizdagi barcha jihozlar qoladi. Kvartiramizning bu yoqda kattalar yotoqxonasi, egzotikani his qilib, maza qilib dam olasizlar bu yoqda. Hojatxonasi hamda bu yoqda yuvinish xonalari. Eshiklarga alohida ahamiyat berasizlar. Chiroyli, qimmat, sifatli eshiklardan o'rnatib qo'yilgan. Kvartiramizning bu yoqda uy beklarimiz uchun chiroyligina oshxona qismi. Даже холодильникdagi mana bunaqa izolyantlari uzilmagan, birinchi o'zlaringiz kelib egasi bo'lasizlar. Kvartiramizda hech kim yashamagan. Maqtanishga arzigulik tomoni kvartiramizni balkoni prямо kodikdan eski tuzumga ketaverishda Nochnoy bulvar ko'rinib turadi. Buxoro shaharining markazi Gorgaz. Narxini 58.800 dollar deb baholab qo'yaptilar. Ulgurib qolinglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.